Assalomu alaykum. Mana biz hozir Surxondaryoda Denovdamiz. Mana Chor akamizga so'z navbati. Chor aka, mana ko'chatlar haqida ma'lumot berib o'ting. Mana shu ko'chatlarni qarang, 100% olishning sababi biz salqinda ekkanmiz. Bu tomondagilar undan bir 15 kun oldin ekilgani uchun o'lim ko'payib ketdi-da, issiq ekkanimiz. Mana shuning uchun qarang, olishlari chiroyli. Taxminan kunlarini bilasizmi Chor aka shuni? Taxminan kunlari qaysi kun? 20-oktyabrdan keyin bo'lishi kerak. Mana bilmadim. O'sha o'zi aslida oktyabr, noyabr oyiga olib borib ko'chatni ekish kerak-da. Bizlar uni sal ertachiroq boshlagandik. Mana hozir Chor akamiz. Mana qarang, yangi novdani qarang berdi bu. Mana ko'chatlar joylashib oldi. Mana yangi novdani. Qancha oziqa bersangiz ko'taradi. Ko'taradi. Hozir nimadagi ekkan chirinkalarimiz mana gullab o'sha nimaga o'tirib qoldi. O'garib qoldi. Endi mana shunaqa ishlarni qilayotganda mana shu Chor akamday, Bahromday uchun dehqonlarga to'g'risi Chor aka ofarin demasa bo'lmaydi sizlarga. Chunki bu narsani o'zi bo'lmaydi. Mana hozir o'sha respublikamiz bo'yicha limonchilarimiz bu ko'rsatuvni ko'rib boradi, bu lavhani Chor aka. Ularga ham bir dars bo'lish kerak, bu maktab bo'lish kerak. Shunday. O'rganmoqchi bo'lganlar kelinglar, mana Chor akamizdan, keksa dehqonimizdan o'rganinglar. Mana shuni Chor akamlar tashkil qilib, mana ustida o'tirib mehnatini qildi. Xudoga shukr. Endi nima deydi? Ko'chat o'xshadi Chor aka. Nasib bo'lsa buni bir qanday desam bo'ladi? Bir 20 kun, 1 oydan keyin kelsangiz bu ko'chat tanimaysiz. 20 kun, 1 oydan keyin bu o'sha mart oyi demoqchilar. Mart oyining oxirlarida ko'chatlarimiz to'liq rivojlanadi. Xolos, bexato. Shunga qaramasdan hozir bu dehqonlarimizga yordam kerak. To'g'ri gap Chor aka, buni kamida karbamidlash kerak yoki ammofos berish kerak bo'ladi. Hozir mana maslahatlashib chiqsak, beramiz. Mana suvga ana shu qatorasiga hozir 2 kilodan, shunaqami Chor aka? 2 kilodan karbamid berishni kelishib oldik Chor akamiz bilan. Mana bu yerda esa hali usta ochilmagan. Bu qalamcha menimcha Chor aka. Qalamcha mana. Oching Chor aka, oching. Qalamchalar. Mana hozir aytib o'tishimiz kerak. Yo'q, ko'taring, yuqoriga ko'taring Chor aka. Mana hozir aytib o'tishimiz kerakki, ko'pchilik qalamchani qilish davri haqida aytadi. Mana qalamchalarimiz mana. Mana shu dekabr, yanvar oylarida qilingan mana. Dekabr, yanvar oylarida qilingan qalamchalar. Mana qalamchalarni 5-6 santimetr bo'lgan-a Chor aka. Shunday. Yaxshilab ko'taring pardon. Mana o'sha qalamchalarni aytib o'tamiz. O'tni olmay turganimiz sababi xalqni ushlab tursin-da. Mana bu ko'chatlarimizga baribir bu yerdagi o'sha muammo o'sha bu yerda shu masalan ko'p bosadi. Mana shunday qilib ekilgan. Endi Chor aka bu bir nima deydi? Surxon maktabi bu. Aslida mana limonni masalan yetishtirish vaqtida dehqonlarimiz bu yerda bu yerda mana shu ishlarni qilib ko'rishgan. Bu yerda to'g'ri gap katta ish bo'lib turibdi. Bu katta ishning samarasi ham o'ziga yarasha mehnati ham bo'ladi. Holamu Chor aka, men to'g'ri gap mutaxassis sifatida ishingizga yana bir bor qo'yil qoldim. O'ylaymizki, mana shu lavhamizni ko'radigan dehqonlarimiz, rahbarlarimiz mana shu ishlarga yaxshi baho beradi va respublikada tashkil etiladigan boshqa limon bog'lariga ham mana shunaqa usulda ish yuritishni taklif qilib qolamiz. Nima dedingiz Chor aka? Shunday. Mana. Chunki masalan bu hazilakam mehnat ketmagan. Mana hozir mart oyining boshi bo'lishiga qaramasdan mana ko'chatlarimiz uyg'ongan-a Chor aka? Uyg'onib, kurtaylar otib turibdi. Endi bunga o'sha aytganimizdek bir mehnat berib, chopiq qilib o'g'it berilsa, xudo xolasa. Bu kuzda o'sha uchoshar ko'chatga teng ravishdagi shaklini beradi Chor aka. Bunga kafolat bor. Chunki bu 2025-yilda ekilgan, yil hisobida 2026-yilda juda ham yaxshi ko'chat bo'ladi-da. O'sha rahbarimiz Chor aka Mirzayev aytganlaridek, bu o'sha xato qilmaydigan va dehqon aldanib qolmaydigan va dehqon baraka topadigan ko'chatlar bo'lib yetishadi. Mana hozirdan o'zini tutishlari yaxshi. Mana kurtaklarni otib olgan. Xullas, mana shunaqa sifatli ko'chat yetishtirishga dehqonlarimizni chaqirib qolamiz.